406 ming AQSh dollarga olgandan keyin narvon deysizmi, ayvon deysizmi, siz uchun hadya qilinadi. Ko'rinishidan UAZ'ga o'xshaydigan yoki metallomga ketib qoladigan mashinaga o'xshaydi, lekin bor yo'g'i 406 ming AQSh dollar ekan, turgan joyini o'zida. Bu albatta Land Rover Classic Trophy modeli bo'ladi. 406 ming AQSh dollarga olgandan keyin Lebyotka bilan Kenguratka ham qo'shib berilar ekan. 406 ming AQSh dollarga olgandan keyin BF Goodrich balonlari R18 bo'ladi. 406 ming AQSh dollarga olgandan keyin 3D yoki performance optikalari emas, bor yo'g'i 60-yillarni iforini beradigan optikalar qo'yilgan bo'ladi. Bu videoni mashinasini sal qimmatroq olib qolgan tanishinglar bo'lsa, tashab qo'ysanglar bo'ladi. Ularning mashinasi hali bunchalik qimmatga olinmagan bo'ladi. So'z tasdig'i bilan bo'lish kerak, bor yo'g'i 1,482,826 dirham. Bu degani 406 ming AQSh dollari atrofida bo'ladi. Hech bo'lmasa kapot ostida sizni xursand qilishi mumkin. Legendarniy 5 litrli V obrazli 8 silindrli 400 dan oshadi ot kuchi, 500 dan oshadi Newton metri.